Mana bugun bizni katta oilalarga mo'ljallangan manta tayyorlaymiz. Uning uchun hozir xamirimizni tayyor qorib oldik. 1,5 kiloga nomakop suv qilib, xamirimizni qattiq qilib qorib oldik. Piyoz 2 kilo kerak bo'ladi. 1 kilo 200 gram qo'y go'shti, 350 gram dumba va tabga ko'ra tuz, zira, murch kerak bo'ladi. Hozir endi hamma masalliqlarimizni, piyoz bilan go'shtlarimizni, dumbani hammasini mayda qilib to'g'rab olamiz. Juda ham sochli, mazali bo'ladi. Katta oilalar uchun mo'ljallangan manta tayyorlaymiz. Mana go'shtlarni hammasini to'g'rab oldik mantiga. Endi bu yerda piyozni ham to'g'rab tayyor qo'yganmiz. Hozir buni ustiga 1,5 choy qoshiq zira, 1 choy qoshiq murch va tabga qarab tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana mantimizning qiymasini tayyorlab oldik. Zira 1,5 choy qoshiqda soldik, tuz 1 choy qoshiqda soldik. Tuzini tabga ko'ra qilib olamiz. Murchni 1 choy qoshiqda soldik. Tuzini tabga qarab yana to'g'rilab olamiz. Qiymasini tayyor qilib, aralashtirib oldik. Mana xamirimizni tekki bo'lib oldik. Yarmisini oddiy mantiq qilib tuganmiz. Yarmisini esa uyg'urcha mantiq qilib tuganmiz. Hammasini zo'lacha qilib, kichkina zo'lacha qilib paketga solib qo'ydik, qazib qolmasligi uchun. Xamirlarimizni ham bunaqa qilib har bittasini yoyib olamiz uyg'urcha mantiga. Mana xamirlarimizni hammasini tepaga qilib burab tugib olamiz. Katta mantiq qilamiz biz. Mana 4 ta 5 tasini yoyib tez tugib olamiz. Shunaqa qanzib qolmaydi. Ustiga yog'lar surib qo'yamiz listimizga. Biz iftorli dasturxon uchun qotganimiz uchun katta qilib qo'yamiz mantilarni. Xohlasak, mana shuni sal kichikroq qilib qiymalarni ham kamroq solib qilsak bo'ladi. Bu yig'inga bo'lgani uchun katta qilib ikkita kirg'izish uchun qildik. Listimizning tagini yog'lab, mantilarimizni ham tagini yog'ga botirib, ustlariga ham yog'lar surib qo'yamiz. O'shanda xamirlarimiz zo'r bo'lib pishadi. Yaltillab, yumshoq qilib zo'r chiqadi. Mana mantimiz tayyor bo'ldi. Ichlari suvli bo'lib, zo'r bo'lib chiqdi. Piyozimiz yeyib bo'lgan bilan mantining ichida ezilib pishdi piyozlari ham. Biz zo'r bo'ldi. Mana hozir endi mantining ichlarini ochib ko'rsataman. Juda ham sochli bo'lgan. Piyozlari ezilib chiqqan. Mana ichlari shunaqa sochli bo'lib, piyozlar zo'r bo'lib pishgan.